İslam adabidan bir dasta. Abduri Şeyx Allama Abdulfattah Abu G'udda. Tarjima qilguvchi Muhammad Qavul Qaraxoni. 21. Muhtaram ata-onangiz yoki biror tuqqaningizni, tangtosh birodaringiz yoki o'zingizdan tuvarrak biror do'stingizni kutib olish uchun chiqsangiz yoki biror safardan qaytib ularning qashig'iga kelsangiz, badaningizning pokiz, turqingizning go'zal bo'lishiga, agar siz ko'rishmoqchi bo'lgan kishi sizdan tuvarrak kishi bo'lsa, tashqi ko'rinishingizni o'zingizga loyiq ravishda, agar sizdan yuqoriroq kishi bo'lsa, tashqi ko'rinishingizni shu kishiga loyiq tarzda tuzashtirishga diqqat qiling. Chunki ko'z ratlik, go'zal manzara va komil pokizlikdan xursandlik topadi. Tashqi ko'rinishingizga zinhor sal qaramang. Chunki tashqi ko'rinishga sal qarash uchrashish xushalligining ta'mini qochirib, ko'zning o'ziga suyumli kishisidan oladigan huzurni aziltib etadi. Janobiy payg'ambarimizning tuvandagi ko'rsatmasimi mushu ma'noga ishorat qiladi. Sizlar qarindoshlaringlarning yoniga borsizlar. Shunga kiyimlaringlarni chiroyli qilinglar. Yuk taqinlaringlarni ratlik qilinglar. Shunda qilsanglar, kishilar orasida salobatlik bo'lasizlar. Alloh haqiqatan sahvallik yoki qasdlik bilan sodir bo'lgan qabih so'z va qabih harakatni yaxshi ko'rmaydi. Yuqorida deyilganidek, bu hadisni Abu Davud, Imom Ahmad va Hokim rivoyat qilgan. Agar siz yaniga bormoqchi bo'lganlarga yoki sizning yaningizga kelmoqchi bo'lganlarga azroq hadiya ilib olishga imkoningiz bo'lsa, hadiya ilib oling. Chunki kishi boshqalar bilan uchrashishda ko'nglini oladigan biror narsaga intilib qoladi va ko'nglining yayrishini kutib qoladi. Hadiya ana shu rolni o'taydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ushbu so'zimi shunga dalolat qiladi. Hadiya berishib turinglar. Shunda qilsanglar do'stlashaysizlar. Bu hadisni Buxoriy Al-Adabul Mufradda rivoyat qilgan. Ma'lumki, salaflar bir kimning yoniga bormoqchi bo'lsa, misvak yog'ichi bo'lsa-mu biror hadiya ilib boradi. 22. Ko'lbangizga kelgan mehmonni kutib olishning adablarini bilib oling. Mehmonni haqdodiga yetkazib hurmatlang. Albatta, men hargiz mehmonga chakdan oshirib taom tarting demoqchi emasman. Balki bunday ishlarda o'ttirhal bo'lish sunnat. Chakdan oshirib o'tmay hurmat ko'rsatish matlubdir. Mening demoqchi bo'lganim, mehmonning o'ltiradigan yerini, tushlik, kashlik uxlaydigan o'rnini yaxshilab bering. Hojatxona, tahorat oladigan joy va qibla qatorliqlarni ko'rsatib qo'ying. Taomdan burun yoki keyin mehmonning qo'liga suv berganda ishlatilmagan pokiz lo'ngusini, mehmonning ishlatib xushbo'y bo'lishi uchun atir, qarab yasinish uchun aynoq qo'yib qo'ying. Mehmon ishlatadigan tozalik qurollari pokiz bo'lsin. Mehmon munchaga kirishdan burun munchadagi mehmonning yoki yat kishining ko'zi tushib qolsa yaxshi bo'lmaydigan narsalarni yig'ishtirib eting. Mehmon uyingizda uxlagan yoki orom olgan chaqda uning aromiga ko'ngil bo'ling. Qurboningizning yetishicha balalarning varang-cho'ronglari va uyning qiya-chiyalarini besiqtiring. Ayollarning kiyimlari va ayollarga munosabatli narsalarni mehmonning ko'zidan nari qiling. Chunki bu matlub sharm hayoning jumlasidandir. Sizgami, mehmongami yaxshidir. Mehmon uchun chiroyli yasining, ammo zo'riqib ketmang. Zavq va ehtirom bilan mehmonning xizmatini qiling. Aranglardagi do'stlik va ulfatlikni beparvolik va sangil-sungul kiyinishning bahonasi qilib olmang. Chunki Buxoriy Al-Adabul Mufradda rivoyat qilgandek, bizning ulgimiz bo'lgan salaf solihlar bir-birini ziyorat qilishsa chiroyli yasanatdi. Biror do'stingiz yoki yaqiningizning dargohiga mehmon bo'lib tushsangiz, yaqinlik va qizg'in bo'ling. Sohibxonaga ig'irlik tushirib qo'ymang. Sohibxonaning sharoiti va ish vaqtini e'tiborga oling. Mumkin qadar mehmondorchilik vaqtini qisqa qiling. Chunki kishining boshqalar biladigan va bilmaydigan aloqalari, majburiyat va mas'uliyatlari bo'ladi. Shunga sohibxonaga ko'yining. Uning o'z ishlarini bajarib olishiga, xizmat va mas'uliyatlarni o'rinlab olishiga yordamchi bo'ling. Mehmondorchilikda bo'lganingizda uyning ichiga sinchilab qarab ketmang. Bo'libmi biror ish bo'lib, sizni mehmonxonadan boshqa uyga boshlagan chaqda ko'zingizni yig'ing. Balkim u uyda siz ko'rsangiz yaxshi bo'lmaydigan narsalar bo'lib qolishi mumkin. Yana biri, sohibxondan tayini yo'q savollarni so'ramang. 23. Musulmon qarindoshingiz og'rib qolsa, uni yo'qlash majburiyatingiz bor. Mushunda qilganingizda qarindoshlik tarixini va islom rishtasini asirgan va sug'organ bo'lasiz. Yana uningda siz uchun mo'l savob bor bo'lib, yaxshiliklarning ko'p bo'lishiga herisman kishi savobga sal qaramaydi. Sayyidimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam musulmon qarindoshini yo'qlasa, ta qaytqucha davomli jannatning xurfasida bo'ladi. Deganda sahobalar: "Ya Rasululloh, jannatning xurfasi degan nima?" dedi. Rasululloh: "Jannatning may bog'lab pishgan mevalari" dedi. Bu hadisni Muslim va boshqalar rivoyat qilgan. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan:
Kimki bir kasalni yo'qlash uchun mangsa, ta kasalning qishida o'ltirg'icha xuddi suvga cho'kkandek rahmatga cho'kadi. Kasalning qishida o'ltirganda xuddi suvga sho'ng'igandek rahmatga sho'ng'iydi. Bu hadisni Imom Ahmad hamda Ibn Hibban o'zining sahihida rivoyat qilgan. 24. Kasal yo'qlagan chog'ingizda kasal yo'qlashning adablarini unutmang. O'sha bu adablar kasal yo'qlashning kasalni ruhlantirish, kayfiyatini ko'tarish, alamlarni yengillatish, sabr va savob umidini orttirish qatorliqlarda rol o'ynashi uchun kasal yo'qlag'uchidan talab qilinadi. Kasal yo'qlag'uchining kasalning yanida uzun o'ltirmasligi lozimdir. Chunki kasalning uzun o'ltirishga yo'l qo'ymaydigan ayrim kasallik holatlari bo'ladi. Shunlashqa salihlar deydiki, kasal yo'qlash go'yo xatibning o'ltirishiga o'xshaydi. Ya'ni xatib oxirning jumaning 2 xutbasi o'tirisidagi qisqa o'ltirishiga o'xshaydi. Kasal yo'qla, adab bil, kirgin darhol salom qil. Ko'p o'ltirma qashida, qaytish uchun duo qil. Og'riqni yo'qlashning adabi salom, asnodi bo'lmaslik bak uzun kalom. Kasalni yo'qlashning eng go'zal holi kun atlash ham yana o'zin chaqlashdir. Ko'p so'rab kasalga bermasdan azar, tilni ko'p kalomdan obdan saqlashdir. Hafiz Imom Ibn Abdulbar rahimahulloh Maliki fiqh haqidagi Al-Kafi atliq kitobining oxirida mundaq degan: Kimki bir uyga ziyorat yoki kasal yo'qlash uchun kirsa, sahibxon boshlagan yerda o'ltirsin. Chunki uyning beab tarafini sahibxon o'zi obdan biladi. Kasal yo'qlash ta'kidlangan sunnatdir. Eng afzal kasal yo'qlash eng qisqa bo'lganidir. Yo'qlab kirgan kishi kasalning yanida uzun o'ltirmasin. Magarki u kishi kasalning o'lpatlashadigan do'sti bo'lsa va kasal xursand bo'ladigan bo'lsa, uzun o'ltirisi bo'ladi. 25. Kasalning ko'ngli ajilib, saqliqining asliga kelishiga foydasi bo'lishi uchun kasal yo'qlag'uchining kiyimi pokiz va xushpuroqlik bo'lishi lozimdir. Ammo xuddi zinnat va murosim kiyimlar bilan kirsa yaxshi bo'lmagandek, bak kuchli xushpuroq bilan kirsimi yaxshi bo'lmaydi. Chunki kasal ojiz bo'lganlik uchun kuchli puroq kasalni bearam qilib, onunğa azar yetkazadi. Kasal yo'qlag'uchi bemor yanida uni g'amga soladigan gaplarni demasligi lozim. Masalan, bemorning aloqasi bo'lgan biror tijoratdan ziyon chiqqanligi yoki biror kimning o'lim xabari yoki bemor uchun arzimas bo'lgan xabarlar. Bu gaplar bemorning ko'nglini buzadi yoki g'amga soladi yoki saqliqiga, tuyg'usiga ta'sir ko'rsatadi. Kasal yo'qlag'uchi bemorning kasalligini ko'chilab so'rasa to'g'ri bo'lmaydi. Chunki ko'chilab so'rashning bemorga foydasi yo'q. Hatto ba'zida kasallikni deyish beab bo'lib qoladi. Ammo yo'qlag'uchi kishi bemorning kasalligini davolay oladigan mutaxassis doktor bo'lib qolsa, ko'chilab so'rasa bo'ladi. Yo'qlab kirgan kishi o'ziga manfaat qilgan yoki manfaatli ekanligini anglagan dori yoki oziqlikni bemorga tavsiya qilsa to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bemor ishning taktini bilmaganligi yoki og'riqning qattiqligi sababidan tavsiya qilingan dorini iste'mol qilishi, natijada dori uningga zarar qilishi va doktorning singdirgan amgigini nobud qilishi mumkin. Hatto bemorning halok bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar kasal yo'qlag'uchi ilm va ixtisos ahlidan bo'lmasa, uning kasalning huzurida doktorga e'tiroz bildirib, kasalni doktor ko'rsatgan davolash usulidan shakllantirishi to'g'ri bo'lmaydi. 26. Agar siz biror kimga bir ko'ngilsizlik, bir fojialik hodisa yoki biror yaqinining vafotidan xabar berishga majbur bo'lib qolsangiz, xabarning uningga ko'rsatadigan ta'sirini mumkin qadar yangilating. Buning uchun avvalo uningga beshiga kelgan musibatni yengillatadigan so'zlarni qiling. Masalan, bir vafot xabar berganda palonining qattiq og'riq ekanligi va ahvolining og'irlab ketganligini anglagan edim. Bugun uning vafot topganligini angladim. Alloh taolo uningga rahmat qilsin desangiz bo'ladi. Musibat xabar yetkazganda alaqadak bilamsan, bugun kim vafot topdi degan gaplarni qilmang. Bugun ajal yetibdi paloniga degandek so'zlarni ishlatmang. Balki musibat xabarini aytishdan burun boshda vafot topquchining ismini dang. Agar siz bilamsan, bugun kim vafot topdi, bugun ajal yetibdi degandek tepishmoq gap qilsangiz, shu gapingiz tufayli qarshi tarafni darrov tarafdan vahima besib, qaysidir og'riq yaqini yoki qari yosh jon jigarlarni aslab ichini tashvish qoplaydi. Nihoyat andish qiladi. Agar siz eng boshda bugun paloni vafot topibdi deb marhumning ismini atsangiz, anglovchiga beradigan ta'siri tuvallaydi. Andishiga salib qo'yish bo'lmaydi. Faqatla qayg'uli xabarning o'zi qoladi. Shuningdek, bir kimning o't ofatiga uchraganligi yoki suvda g'arq bo'lganligi yoki hodisaga uchraganligidan xabar bermoqchi bo'lsangizmi, gap so'zingizga diqqat qilishingiz lozim.
Demak, gapni musibatning ko'ngliga soladigan qattiq ta'sirini yeniklatgudek shaklda boshlang va musibatga uchirg'uvchining ismini siliq ayting. Fojiali xabarni do'stingiz, yaqiningiz yoki suhbatdoshingizga varqirab-jarqirab demang. Chunki ba'zilarning yuragi ojiz bo'ladi. Natijada fojiali xabar bilan qattiq aziyat chekadi. Gohida bu sababli qatib qilishi yoki hushidan ketishi mumkin. Shunlashqa bundaq fojiali ishlardan xabar berishga majbur bo'lib qolganingizda xabarni siliq ayting. Xabar berishda munosib vaqtni tanlang. Na taom ustida, na uxlash oldida, na kasal paytida va yoki bearam bo'lib turgan chog'da aytmang. Bu ishda hikmatlik va farosatlik bo'lish sizning eng go'zal zinnatingizdan hisoblanadi. Sizga Alloh ega bo'lg'ay va rioya qilg'ay. 27. Biror yaqiningiz yoki aziz odamingiz o'z oilasidan birining o'limi yoki qaysi bir qimmatli kishisining vafoti bois musibatli bo'lib qolsa, uningga ta'ziya bildirishni unutmang va kechiktiribmi qo'ymang. Uning qayg'usiga o'rtoq ekanligingizni bildirib qo'ying. Chunki bunday qilish yaqinchilik, do'st birodarchilik va musulmondorchilik majburiyatingizdir. Agar meyitni oxirgi manzilgacha uzatib qo'yish imkoningiz bo'lsa, shunday qilib oling. Chunki siz bu orqali cho'ng ajrga, yetarlik nasihatga, shundaqla har jandorning muqarrar oqibatini aslatadigan bir savoqqa erishasiz. Sayyidimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Musulmonning musulmon ustida 5 haqqi bor. Salom qaytarish, kasal yo'qlash, janozaga agishish. Bu hadisni Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana mundaq degan: Kasallarni yo'qlanglar, janozalarga agishinglar. Bu sizlarga oxiratni aslatadi. Bu hadisni Imom Ahmad rivoyat qilgan. 28. Qarindoshingiz, tuqqaningiz yoki biror tanishingizga ta'ziya bildirib tasalli bergan chaqda o'lib ketgan qarindoshingizga xuddi Janobiy payg'ambarimizga o'xshash duo qilishingiz mustahabdir. Janobiy payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Salama radhiyallohu anhu vafot bo'lib, uning oilasiga ta'ziya bildirgan chaqda mundaq duo qilgan: Ey Alloh, Abu Salamaga mag'firat qilgan, hidoyat yo'lida mang'an kishilar orasida darajasini oliy qilgan. Qilib qolgan bolalari uchun sen uning o'rnida bo'lgan. Bizga va uningga mag'firat qilgan. Ey olamlarning parvardigori, uning qabrisini keng qilib bergin va nurli qilib bergin. Bu hadisni Muslim rivoyat qilgan. Ta'ziyada musibatning ta'sirini yengillatgudek gaplarni qilsangiz yaxshi bo'ladi. Masalan, musibatning va musibatga sabr qilishning ajri, dunyo hayotining 4 kunlik fani ekanligi, oxiratning bo'lsa mangulik boqiy ekanligi qatorliqlarni deyish. Shu vaqtda kelgan ba'zi oyat-i karimalar va hadis shariflarni zikr qilsangiz, shundaqla salaflarning ba'zi fasohatli so'zlarini naql qilsangiz yaxshi bo'ladi. Masalan, Alloh taolaning o'sha bu so'zlarini zikr qilsangiz bo'ladi. Beshiga kelgan musibat, ziyon zahmatlarga sabr qilguvchilarga jannat bilan xush xabar bergan. Ularga biror musibat kelgan chaqda ular biz albatta Allohning igdorchiligidamiz. Cho'qim Allohning dargohiga qaytamiz deydi. Ana shular Parvardigorning mag'firati va rahmatiga erishguchilardir. Ana shular hidoyat topquchilardir. Yana bir oyatda mundaq deydi: Har bir jon egisi o'limning ta'mini tatg'uchidir. Sizlarning ajringlar, ya'ni amallaringlarning savobi qiyomat kuni to'liq beriladi. Kimki do'zaxdan yiroq qilinib jannatga kirgizilsa, murodiga yetgan bo'ladi. Dunyo tirikchiligi faqat aldaydigan moldan iboratdir. Va yana bir oyatda zaminning ustidagi hamma yo'q bo'ladi. Azimatlik va karamlik Rabbingning zoti mangu qoladi. Masalan, yana payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning o'sha bu so'zlariga o'xshash: Ey Alloh, taratgan musibatim uchun menga ajr bergin. Uning o'rnini yaxshilik bilan to'ldirib bergin bo'ladi. Muslim rivoyat qilgan. Yana bir hadisda Alloh algan bo'lsa o'zinikini oldi, bergan bo'lsa o'zinikini berdi. U har narsaga ma'lum bir muddatni bekitdi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Yana payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'g'li Ibrohim vafot bo'lganda aytgan o'sha bu so'zini desangizmi bo'ladi. Haqiqatan ko'zimiz yosh to'kadi, qalbimiz qayg'uradi. Biz faqat Rabbimiz rozi bo'lganini deymiz. Ey Ibrohim, biz sendan ayrilib qolganligimiz uchun qayg'urmoqdamiz. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Salaf solihlarning ta'ziya barasidagi so'zlari ichida Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning ko'p deydigan bu so'zini desangiz taxmi munosib bo'ladi. Her günü palani öldü, pokonu öldü deyilyotidi. Ömer öldü deyiladigan bir gün cho'qim keladi. Kamil xalifa Ömer ibn Abdul Aziz radhiyallohu anhuning Adam atadan boshlab hamma abo ajdodi o'lgan bir inson albatta cho'qim o'ladi degan so'zini ulug' tabiin Hasan Basri rahimahullohning ey Adam bolasi, sen kunlardan iboratsan.
bir kuning ketsa sening bir qisming ketadi degan so'zini va yana Allah haqiqatan mu'minga jannatdan boshqa rohatni qilmadi degan so'zini, Hasan Basrining shogirdi Malik ibn Dinar rahimahullohning taqvodorlarning to'yi qiyomat kunida bo'ladi degan so'zini desangiz munosib bo'ladi. Tuvandikilar ta'ziyada aytishga munosib keladigan marziya qo'shoqlar. O'tgan kunlar bizlarni elib mangdi ajalga, mamnun bo'ldik kunlardan ishongachga abadga. Ta'ziyamiz sizlarga dinning buyrug'i, hayotga qilchilik ishonchimiz yo'q, bir mazgil hayotda yashagan bilan atadi bizni ham ajaldan bir o'q. Uyqu degan kichik bir o'lim, bu o'limni kunda yashaymiz, oqshom o'lib sahar tirilib, bir kunliki mangu to'xtaymiz. Hayotlikni chin tasvirlagan she'r. Go'yoki biz kema ustida, tuyuludi bizga jimmida, vaqtmi aslida bir kema, elib mang'ar bizni sezmasda. Yuqorqi ta'ziyada deyishga mos keladigan oyat hadislar va boshqa hikmatli so'zlarni zikr qilishimga shu bois bo'ldiki, ba'zi shaxslarning yaqin tuqqani yoki do'stidan juda bo'lgan hazdarga ta'ziya bildirganda aslida dili so'noq hazdarning qayg'u asrdagi mos kelmaydigan hadislarni qo'llanganligini ko'rdim. Bu qiliq islom odobiga xilofdir. Sajiya Islom tadqiqot markazi